Ay, issiq. Qaranglar qizlar, mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Ko'rdingiz, ozish uchun bemaza taomlar emas, mazali taomlarni iste'mol qilib ham sog'lom ham och vazndan qutulish mumkin. Buning uchun bizga tovuq filesi, kabachki, smetana, ozgina chesnok va pishloq kerak bo'ladi. Tovuq filesini to'g'rab olamiz. Men 2-3 kun oldin marinovka qilib qo'ygan edim. Keyin esa kabachkini to'g'raymiz, ozgina ustiga tuz sepib, suvdan siqib olamiz. İchiga smetana, chesnok, tuz va pishloq qo'shamiz. Hammasini aralashtirib turib, ketma-ketlikda solamizda gaz pechida 40 daqiqada pishirib olamiz. Qarabsizki, mazali va foydali taomimiz tayyor bo'ldi. Osh bo'lsin, yeb mazza qilib sog'lom bo'lib, och vazndan qutuling. Bilasiz, men har doim foydali va mazali taomlar bilan bo'lishaman. Ular nafaqat och vazndan, balki sog'lom bo'lishingizga ham yordam beradi. Sizga bir savolim bor. Sizni qanday taomlar qiziqtiradi? Ularni foydali qilib tayyorlab berishimni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.